Demek ekran yazıp oluştu başladı. Demek. Xayrli kech. Hammaga assalomu alaykum. Demek biologiya Feruzbek Engboyev kanalida sizlar bilan bugun milliy sertifikat klassifikatsiyasi haqida gaplashamiz va bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzumiz demak milliy sertifikatning eng muhim mavzulari, ya'ni milliy sertifikatda qaysi mavzular tushadi va ballarni hisoblash. Ya'ni qaysi qismda ball hisoblash nechik bo'ladi? Ya'ni qaysi qismda biz ballarni qanday hisoblashimiz zarur? Ya'ni qaysi qismiga urg'u berish kerak asosiy. Va vaqt taqsimoti, ya'ni vaqt taqsimlash va test yechish ko'rikmalari haqida gaplashamiz. Bu demak chat bizda kecha 26 sanasiga rejalashtirilgandi, faqat bizda ba'zi bir sabablarga ko'ra chat bir kunga kech qoldirildi. Bismillah, biz quyidagicha ko'rinishda fayl tayyorlab olganmiz. Bu dars yakunida sizga tashlab beriladi. Bu faylda biz demak milliy sertifikatning eng muhim mavzularini va milliy sertifikatdagi ball hisob-kitobi va milliy sertifikatning qaysi qismiga demak qanday vaqt ajratish zarur ekanligi haqida gaplashamiz. Demak, mana endi boshlasak bo'ladi. Demak, bizda milliy sertifikat klassifikatsiyasi, dastlab milliy sertifikat uchun jam ajratilgan vaqt bu albatta 180 minut hisoblanadi. Albatta bilamizki, milliy sertifikat ikki qismdan iborat. Bu birinchi qism va ikkinchi qismlar hisoblanadi. Bizda birinchi qism va ikkinchi qism uchun alohida vaqt oralig'i bor. Bizda birinchi qism uchun umumiy 100 daqiqa bo'ladi va maksimal ball bo'lsa, albatta qachon biz Rush model ostida to'liq hamma demak so'ralgan 1 dan 40 gacha bo'lgan savollarni tahlil qilgan bo'lsak va to'g'ri yechim aytgan bo'lsak, bizga maksimal ball beriladi. Bu demak 90 ball hisoblanadi. Demak, tushunarli. Birinchi qism 1 dan 40 gacha bo'lgan savollardan iborat bo'ladi va u 1 dan 40 gacha bo'lgan savollardan iborat bo'lib, bu yerda bizda 40 savolni to'liq yechim qiladigan bo'lsak, 90 ball bo'lishi mumkin ekan. Endi bizda alohida har bir qism haqida gaplashamiz. Har bir qism haqida bizda banda demak bu tarafda test soni, ya'ni qaysi testda qaysi muhim mavzu tushishi belgilab olingan. Misol tariqasidan birinchi savol misolida bu yerda birinchi savolning o'zida eng muhim bo'lgan mavzular berilgan. Bu test soni, bu esa muhim mavzular hisoblanadi. Endi bizda birinchi savol va birinchi savolning o'zidan bizda quyidagicha mavzular bo'lishi mumkin. Bular albatta tiriklikning xilma-xilligi, bular o'simlik, hayvon, zamburug', bakteriya va viruslar haqidagi xilma-xillik va ularning umumiylik qonuniyatlari. Ya'ni bir gap bilan aytganda, barcha tirik organizmlar uchun umumiy bo'lgan qonuniyatlar bu bizda birinchi savolda so'raladi. Endi ikkinchi savol. Ikkinchi savol bo'lsa, bu 11-chi savoldan davom qiladi va bu yerda umumiy mavzular quyidagicha bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 dan 11-chi savoldan bo'lgan mavzular quyidagi mavzulardan iborat bo'lishi mumkin ekan. Bular qaysi mavzular desak, hujayraning kimyoviy tarkibi, metabolizm, ko'payish, mitoz, meyoz, gametogenez, genetika seleksiya va genetik injineriya kabi demak asosiy bo'limlardan va mavzulardan bo'ladi. Bu 2 dan 11 dan bo'lgan naqd 10 dona savolni o'zi. Ana endi e'tibor bering, bizda milliy sertifikatda ma'lum bir qolip bor. Buni siz yodda qo'ysangiz bo'ladi va testni o'zida sinab ko'rasiz. Testni ko'rdingiz, sizga milliy sertifikat aytadi, tekshirib ko'ringlar, testlaringizda kamchilik bormi yo'qmi, pechat to'g'ri berilganmi, hamma savollar bormi, tekshiring deydi. Siz albatta tekshirasiz. Shu tekshirish mobaynida birinchi sizni koridoringiz bu 12-savol bo'lsa, albatta bizda 100% 12-savol ma'lum bir qonuniyat bo'yicha biologiyadagi, ya'ni murakkab umumiy sistematika bo'yicha bo'ladi. Bu umumiy sistematika ya fauna, ya'ni hayvonlar dunyosi, ya flora yoki demak o'simliklar dunyosini tegishli bo'ladi. Va u bitta savol. Ya'ni bu 12-savolga to'g'ri keladi. Endi keyingi 13 dan
19-savollargacha bo'lgan savollar esa albatta bizda o'simlik va hayvonot dunyosi haqidagi umumiy tushunchalar, elementar savollardan iborat bo'ladi. Bir gap bilan aytganimizda, botanika va zoologiya darsliklariga oid bo'lgan naqd 7 ta savol bo'lar ekan, 13 dan 19 gacha bo'lgan savollar ichida. Albatta standart darajasida. Endi bizda 20 dan 23 gacha bo'lgan 4 ta masala. 20, 21, 22, 23. Mana shu 4 ta test topshirig'ini o'zi faqat anatomiya, ya'ni odam va uning salomatligi darsi asosida bo'ladi. Va bu tushunchalar ham albatta bizda 100%. Ya'ni mana shu 4 ta savolni odam anatomiyasidan tushishi albatta bizda 100% ehtimollik standartga to'g'ri keladi. Endi 24 dan to 28 gacha bo'lgan test topshiriqlar esa tur, populyatsiya darajalariga tegishli bo'lib, umumiy qonuniyatlar 5 ta hisoblanadi. Bu yerda demak 5 ta test topshirig'i tur, populyatsiya darajalaridagi umumiy qonuniyatlar, evolyutsiya, tabiiy tanlanish, allopatrik, simpatrik turlarning paydo bo'lish yo'nalishlari kabi mavzular asosidagi savollar hisoblanadi bizda 5 ta test topshirig'ini o'zi. Davom qildiramiz. Endi qolgan qismda esa 29 dan 32 gacha bo'lgan savollar bu ekosistema, biosfera, umumiy qonuniyatlar, filogenez va ekologik omillar haqida bo'ladi. Ya'ni bizda mana shu joydagi 4 ta savol 11-sinfdan 11-sinfda umumiy hamma mavzusidan bo'ladi bu 4 ta savolni o'zi. Endi bizda bularni nazariy qism uchun hisob-kitob qilinib, oshig'i bilan 40 daqiqa vaqt ketirish, ya'ni 1 dan to 33 gacha bo'lgan test topshiriqlariga 40 daqiqa vaqt ketiradigan bo'lsangiz, sizda albatta vaqt yetishmovchiligi kuzatilmaydi. Ya'ni siz testlarni to'liq ortig'i bilan qayta tekshirish, titul varaqasiga demak bemalol ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlagan holatda kalitlarni tushish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu albatta 1 dan 32 gacha bo'lgan savollarni siz 40 daqiqada yechishingiz zarur bo'ladi. Endi bunday kuch hammada ham bo'lmasligi mumkin. Menda misol tariqasidan 32 gacha bo'lgan savollar 35 daqiqa ichida tahlil bo'lib ulguradi. Kerak bo'lsa ana shu 5 dan 5 daqiqa ichida qolgan 5 daqiqasida 35 dan 40 daqiqa ichida men yana bir marta qayta takror tahlil qilishim mumkin. Tekshirib chiqishim mumkin. Bu esa bu bizning fikrlash tezligimiz, zehnimiz yoki bilgan ma'lumotimiz, xotiramiz asosida hosil bo'ladigan foydali ish koeffitsiyenti hisoblanadi. Endi bular hammasi tushunarli. 1 dan 30 gacha, 32 gacha biz 40 daqiqa vaqt ketirishimiz kerak ekan. Endi 33, 34, 35. Bilamizki 33, 34, 35-test topshiriqlari A, B, S, D, E va F kabi qismlardan iborat bo'lgan 6 ta javobli murakkab masala yoki murakkab test ko'rinishida bo'ladi. Va har bir savolga biz mana shu 6 ta javob ichidan alohida javoblarni belgilab olamiz. Endi bir narsani bilib oling, bizda 34, 35, 36 shularda masalan 34 bilan 35 da ikkalasida ham A javob bo'lishi mumkinmi desak, albatta. Ikkalasida ham A javob bo'lishi mumkin. Faqat bu o'quvchilarda esa tushunmovchilik va demak o'ziga xos bo'lgan qiyinchiliklar tug'diradi. Ya'ni qachonki 35 bilan 36-da o'quvchilarda javoblar o'xshash bo'lib qoladigan bo'lsa, ular aytishadiki, nimadir xatolik ketdi. Va xatolikni to'g'rilash maqsadida ular boshidan kelishadi. Va shu vaqt oralig'ida esa ular albatta vaqtdan o'tkazgan bo'lishadi. Demak, davom qildirsak bo'ladi. Bizda 36 dan 40 savollargacha bo'lgan vaqt. Bizda 100 daqiqadan 40 minut daqiqa 1 dan 30 gacha ketganda, qolgan 60 daqiqasini 50 minutini biz 33 dan 40 gacha keltirishimiz mumkin. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya'ni naqd 8 ta savol. Mana shu 8 ta savolga haqiqatda 50 daqiqa vaqt ketadi. 50 daqiqa. Qolgan 10 daqiqani esa nima qilamiz desak, qolgan 10 daqiqani titul varaqasiga belgilash tezligingizga qarab, xohlasangiz qayta tekshiring, xohlasangiz asta-sekinlik bilan titul varaqasiga belgilab chiqing. Farqi yo'q. Bu albatta sizni
o'zingizni ishingiz hisoblanadi. Mana shunaqa har safar 1 dan 40 gacha bo'lgan savollar ichida 100 daqiqadan 15-20 daqiqa vaqt ortadi. Nimani hisobiga desak, bu albatta bu tezlik hisobiga, fikrlash tezligi hisobiga yoki umuman o'zi zehnning kuchli bo'lganligi hisobiga. Endi 15-20 daqiqani ham men 10 daqiqasini qayta tekshirishga, ikkinchi yoki uchinchi barobar qayta tekshirishga va demak titul varaqasiga asta-sekinlik bilan javobni tushishga ketkizaman. Shunaqa. Oxirgi safar 15 daqiqa vaqt ortdi. Va men titulga javobni ham tushib bo'lganimdan keyin 15 daqiqani shundoq ketkazdim. Ya'ni faqat o'tirdim. Kuzatdim yon atrofdagilarni. Titulimni belgilab bo'ldim, teskari ag'darib stolga qo'ydim va demak shu bilan 15 daqiqa vaqt kutdim men. Time tamom bo'lishini. Shunaqa gaplar bizda endi ikkinchi qism. Ikkinchi qism bilamizki umumiy 75 ball beradi va u ikkinchi qismga bizda demak 80 daqiqa vaqt beriladi. Maksimal ball ikkinchi qismda 75 ball. Ba'zi bir o'quvchilarda paydo bo'ladigan savol bu, albatta, demak, ikkinchi qism ham Rush modeli ostida baholanadimi? Albatta, ikkinchi qism ham Rush modeli ostida baholanadi. Va bu joyda demak 41, 42, 43-savollarda bu yozma savollar hisoblanib, masalalarda yozma savollarning qismi to'liq berilgan bo'lib, arifmetik, formula va mantiqiy bo'lgan hamma ma'lumotlar, so'ralayotgan genotiplar, so'ralayotgan belgilar hammasi tushirilgan bo'lishi kerak. Va ularning hammasi elementar ravishda alohida baholanadi. Ya'ni ba'zi bir o'quvchilar bo'ladiki, murakkab tipdagi masalalar, genetika masalalari tushib qolsa, titul varaqasini bo'sh qo'yib kelishadi. Bu bo'lsa, ularni ballini yanada minus, ya'ni kam bo'lishiga olib keladi. Endi eng kamida genotiplar, so'ralayotgan genotiplar, genlar va ularni ifodalovchi fenotiplar chizilishi, ota-ona genotiplari yozilishi kerak. Hisob-kitobda qiynalsa ham, hisob-kitobda yoki yana boshqa narsalar. Maksimal qo'lidan nima keladigan bo'lsa, shuni ko'rsatsa, u albatta maksimal o'zini darajasini belgilay oladi. Shunaqa. Bizda shunaqa gaplar, demak, ikkinchi qism umumiy 80 daqiqa bo'lar ekan va u joyda maksimal ball 75 ball bo'ladi. Bu 41, 42 va 43-savollar hisoblanib, ikkinchi qismda biz 80 daqiqa ichida ham masalani tahlil qilishimiz kerak, chernovikdan belovikka o'tirish kerak va belovikda esa tartibli ko'rinishda yozib olib, javoblarni ajratib olishimiz kerak. Albatta bizda javoblarni tushish ketma-ketligi va topshiriqlarni bajarish tartibi berilgan bo'ladi. Misol tariqasidan ota-ona genotiplarni belgilang, pennet kataklarini chizing va pennet kataklariga ota-onadan hosil bo'ladigan gametalarni yozib chiqing. Albatta chastotalari yoki foizlari bilan. Albatta bu chastota yoki foizlar bo'lsa. Demak, bizda shunaqa yozilgan bo'ladi. Ikkinchi qism bo'lsa arifmetikani to'g'ri qiling, arifmetikani va bizda arifmetikada to'g'ri qilingan genotiplarni alohida ajratib oling deydi. A, B, C, D, Y yoki A, B, C, D ekan. Ana shu qismlarda ajratib oling deydi. Siz shu qismlarni alohida ajratib olsangiz, sizga ball beriladi. Oddiy qilingan ishlar uchun ham bu joy ball beradi. Bir narsani biling, yozma qismda bizda xom baholash tushunchasi bor. San o'quvchi, siz o'quvchi, demak, masalani to'liq ishlamagan bo'lsangiz ham so'ralayotgan narsalarni ba'zilarini yozganligingiz uchun baho olasiz, ya'ni ball olasiz. Bularni esa albatta ekspertlar o'z qo'li bilan birma-bir baholab chiqadi. Shunaqa. Bizda umumiy xulosalar shu. Endi bu joyda yana bir bizda maslahat bor. Ikkinchi qismda 80 daqiqani qanday taqsimlagan ma'qul. Bilamizki, ko'rib turganimizdek 42-savol 35 ball, 41-savol 30 ball, 43-savol esa 10 ball beradi. Bu joyda hammasi muhim. 43 ni ishlamasa ham bo'ladi yoki 41 ni ishlamasa ham bo'ladi degan tushunchalar bari demak maqsaddan yiroq. Bo'ladi albatta ishlamasa ham. Faqat siz kutayotgan eng maksimal A+, A darajadagi 100% demak natijalar hosil bo'lmaydi. Mendagi tavsiya sizga bo'ladigan bu ballar berishi bo'yicha eng yuqori ball beradigan savollarni birinchi yeching. Albatta bu dastlab 42, keyin 41, keyin esa 43. Shunaqa gaplar.
Shu ketma-ketlikda yechadigan bo'lsangiz, sizga katalizator vazifasini bajaradigan yana bir yordam aytaman. Masalan, aniq so'ralayotgan genlar yoki fenotiplar bormi? Buni chernovikka tushib olish shart emas. Sababi unga vaqt ketadi. Va ko'pchilik o'quvchilardagi vaqtni to'g'ri taqsimlash muammosi bo'lsa, bizda mana shu 41, 42, 43 da faqat zarur bo'lgan, adashish ehtimoli bo'lgan joylarni chernovikka tushish orqali biz vaqtdan o'tamiz. Agarda hamma qismini biz chernovikka tushadigan bo'lsa, keyin belovikka tushamiz degan maqsadda bo'lsak, albatta siz qaysi bir chernovikdagi javoblaringizni ham tusha olmasligingiz mumkin. Va bunday holatlar bizda o'quvchilarda kuzatilgan. O'quvchi aytayaptiki, biz demak milliy sertifikatga kirdik, hammasini yechdik, faqat mening ishlarim chernovikda qolib ketdi. Biz aytamiz, barakalla. Men senga nima deganim deydi. Men senga nima deganim deydi. Shunaqa, biz darslarga demak milliy sertifikat darslarning o'zida milliy sertifikatga kirishdan oldin tushuntirishlar beramiz o'quvchilarga. Demak, qachonki u testga kirib borishidan oldin zarur bo'lgan qismlarni faqat chernovikka ishlating deymiz. Qolgan qismlar bo'lsa xato bo'lish ehtimoli kam bo'lgan yoki umuman xato qilmaydigan qismlarni to'g'ridan to'g'ri belovikka tushish kerak. Nima bo'lishi mumkin? Demak, gen, fenotiplar tushish kerak belovikka to'g'ri. Chernovikka tushish bu vaqtni isrof qilish yoki ortiqcha ketirish. Ota-ona so'rayotgan genotiplarni tushib olish kerak belovikka. Keling, gametalarni yana belovikka tushaylik. Lekin matematik hisob-kitoblari bor gametalar. To'g'rimi? Na crossing over, ikki tomonlama crossing over masalalar bormi? Hammasida matematik hisob-kitoblar bor. Ana shu hisob-kitoblarni siz chernovikda qilsangiz bo'ladi. Yoki hosil bo'ladigan genotiplarni hisob-kitobini ham yana chernovikda qilsangiz bo'ladi. Kimga qanday bilmadim-ku, oxirgi safar men 100% milliy sertifikatni olganimda deyarli ishlatmadim chernovikni. Deyarli ishlatmadim. Faqat belovikda ketdim. Endi umuman ishlatmang demayman. Ishlating, faqat me'yorda. Xato qilishingiz mumkin bo'lgan joyda ishlating. Qolgan joyda ishlatish esa bizga zarur emas. Shunaqa gaplar. 35 ni tugatdingiz. Masalan, umumiy 80 daqiqani bir 30-35 daqiqasi 35 ga ketadi. Albatta bu haqiqat va buni milliy sertifikatga kirgan har bir o'quvchi biladi. Keyingi qolgan vaqtni esa albatta biz demak yana 25-20 minutni 41-savolga, qolganini bo'lsa 15 daqiqani 43-savolga ajratamiz. Demak 35, 20, 15. Qancha vaqt bo'ldi? Albatta bizda 70 daqiqa bo'ldi. Qolgan 10 daqiqada bo'lsa qayta tekshirishga yoki umuman o'zi nimadir yana demak xatolar bo'lsa to'g'rilashga ketsangiz bo'ladi. Shunaqa gapda bizda demak 35 daqiqa, 25 daqiqa, shunaqa 30-35 daqiqa, 20-25 daqiqa, 10-15 daqiqa. Shunaqa qismlarga taqsimlab oladigan bo'lsangiz 42, 41, 43 ketma-ketlikda sizda vaqt bo'yicha muammo bo'lmaydi. Albatta. Kimdadir savollar bo'lsa eshitaman. Mendagi muhim sizga beradigan demak takliflarim shundan iborat edi. Savollar bo'lsa, demak podnimet ruku qilsangiz bo'ladi. Men mikrofoningizni ochib yuboraman. Nurbek eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, siz. Va alaykum salom. Sizga bir savol beraymi? Mumkin eshitaman. Nurbek, labbay. Sizga bir savol. Sizga bir savol bor-da, tushunasam bo'ladimi? Masalami? Yo'q, oddiy barakada. Bir savol berib qoldi bir akalar. Tushmadim. Milliy sertifikat bo'yicha umumiy savol bo'lsa eshitaman. Agar test topshirig'i yoki masala bo'ladigan bo'lsa, iltimos chat qismiga yozib qoldiring. Hammani vaqtini olmaymiz. Kimdadir muhim savollar bo'lsa, eshitamiz ularni va chatni yopamiz. Zapisni tugatib. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Bo'ldi, siz chatingizni. Sizlar ham
Kimda savollar bor? Savollar bo'lsa eshitaman. Bir necha tavsiya bor yana o'quvchilar uchun. Demak, hamma o'quvchilar offlayndagi, onlayndagi hamma o'quvchilar bizning o'quvchilarimiz. Biz albatta demak ilm berish maqsadida ma'lum bir yo'lga chiqdikmi, biz uchun offlayn va onlayn o'quvchilar ajratilmaydi. Ularni hammasi uchun biz demak o'zimizdagi demak ekspertlik yoki o'zimizdagi hosil bo'lgan praktikalar asosida ularga yordam beramiz. To'g'ri yo'nalishlarni ko'rsatamiz. Shunaqa gap. Savollar bo'lsa eshitaman. Yana bir bor. Bo'lmasa chatni yopamiz. Asosiy xulosalarni ham aytib o'taman. Yana tavsiyalar siz uchun albatta milliy sertifikatda test topshiriqlarini va masalalarni yechishdagi. Boshida masalalar bo'yicha tavsiya beraman. Keyin bo'lsa nazariy qismda sizga elementar bo'lgan, o'qib olishingiz kerak bo'lgan va ko'pgina o'quvchilar e'tibor bermagan qismlarni ham aytib o'taman hozir. Как раз bizga kerak bo'lgan savol chiqdi mana. Mana qarang, bizda 64 ta katakchadan hosil bo'ladigan qo'shiq Resengoyer masala bu Nodirbek Ismoilovni demak 10-variant tahlilidagi 42-savol ekan. 42-savol bizda mana shunaqa trigeterozigot organizmlar deydi o'zaro chashtirilgan. 42-savolda shunaqa ko'rinishdagi masala tushadi sizga ham ertaga va uni quyidagicha yechasiz. Bizda nakresengoverlarni demak chastotalari Kresengover, nakresengover, yoki Kresengover A va B, yoki Kresengover B va C hammasini chastotasi ma'lum. Yoki qo'shib Kresengoverlar. Ana shularning chastotasidan kelib chiqqan holatda biz tezroq so'ralayotgan genotipni belgilab olishimiz mumkin. Bu qanday bo'ladi desak, albatta quyidagicha. Demak, shu joyda nakresengover 72%. To'g'rimi? Endi mana bu yakka Kresengoyer A va B bo'lsa 10% ekan. Endi yakka Kresengoyer B va C esa 12% ekanligi ma'lum bo'lsa, qo'shma Kresengoyer 6% va biz buni o'zidan demak gametalarni olamiz va ularning chastotasini hisoblab olamiz. Yoki yakka Kresengoyer A va B gametalarni oldik va ularning chastotasini hisoblab olamiz. Yana shunaqa chastotalar hisoblangan, ikki tomonda ham gametalarni oldik. Endi bizdan so'ralayotgan genotip qanday tez topiladi? Masalan, biz B katakchalarini, ya'ni B shartida so'ralayotgan katakchalarni belgilab oldik, to'g'rimi? Qanday bo'ladi? Bu albatta quyidagicha bizda B shartida katta A chiziqcha, katta B chiziqcha, kichiksa. Ya'ni olingan avlodlar ichidan yaprog'i o'yilgan, poyasi uzun, ildizi yuzasi tor bo'lgan organizmlarning sonini toping degan. Va ular bo'lsa albatta bizda shunaqa genotip bilan belgilanadi. Va shunaqa genotipga ega bo'lganlar bo'lsa, mana shu katakchalarda hosil bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shunaqami? Biz ana shu 9 ta katakchani tez hisoblash uchun quyidagicha yo'ldan foydalanamiz. Masalan, uzundan mana shu qatorda hosil bo'lyapti. Uzunasiga mana bu 0.06 ni 0.06 ni alohida mana bularga ko'paytirib chiqsak, o'ta ko'plab vaqtimizni yo'qotamiz. Shuning uchun bunaqa qilamiz. 0.06 ni 0.036 qo'shilgan 0.05 qo'shilgan 0.06 qo'shilgan 0.03 0.06 bilan 0.03 ni qo'shsak, albatta bizda 0.09 chiqadi. 0.09 ga demak yana 0.05 ni qo'shsak 0. Demak 14 va 0.14 ga 0.36 ni qo'shsak esa 0.5. Endi tez hisoblash uchun esa biz albatta 0.5 ga 0.06 ni ko'paytirib qo'yamiz. Va natijada mana shu 4 ta katakchani chastotasi hosil bo'ladi. Mana shu 4 ta katakchani biz 0.06 ga ko'paytiramiz 0.5 ni.
0,03 hosil bo'ladi. Demak, mana shu 4 ta ketakcha 0,03. Endi qolgani esa mana bu, mana bu va mana bu. Shu joyni o'zidan. Ko'rib turganingizdek 0,6, 0,36, 0,05, 0,41, 0,03. Natijada esa 0,03 ni ham qo'shib yuboradigan bo'lsak, albatta bizda 0,demak 44 bo'ladi. Va 0,44 ni to'g'ridan to'g'ri mana bunga ko'paytiramiz. 0,6 ga. Mana 0, demak 44. Hozir boshdan hisoblaymiz. 0,36 qo'shilgan 0,05 qo'shilgan 0,03. 0,44 bo'ldi. Ana shu 0,44 ni o'zini 0,06 ga ko'paytiramiz. Natijada 0,0264 chiqar ekan. Bundan oldin esa 0,03 chiqqandi. Uni ham qo'shib olamiz. 0,03. 0,0564 bo'ldi. Bizda qaysi ketakchalar ketdi? Mana bu, mana bu, mana bu, mana bu, mana bu, mana bu va mana bu. Ikkitasi qoldi. Mana bunisi bilan mana bunisi. Ularni alohida hisoblaymiz. 0,05, 0,03. 0,05, 0,03. O'zaro ko'paytirsak, albatta ko'rinib turibdiki, 0,03 ni ko'paytirganimiz 0,05 ga, ko'paytirganimiz 2 ga chiqar ekan. 0,1000 dan 3 bo'lar ekan. Endi demak, 0,1000 dan 3 chiqar ekan va bundan oldingisi esa bizda 0,0524 chiqqandi. Ana shularni hammasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 0,0524 qo'shamiz. Demak, 0,003 yoki 0,06 ekan. Shunda bizda mana shu javobni o'zi chiqib keladi. Mana shu. Ya'ni 0,0594 chiqadi. Shunaqa. Bu bo'lsa bizda tezroq hisob-kitob qilishga yordam beradi. Tezroq hisob-kitob qilishga. Shu orqali biz tezroq hisob-kitob qilib, tezroq demak yechimlarga yetib olamiz. Bu sizda demak sizga masaladagi yechimga yetib borishning yana bir oson usuli edi. Oson usuli. Shunaqa. Endi yana nazariy qismda sizga yana bir tavsiya bera olishim mumkin. Bu tavsiya mendan sizga yangi 10 ni demak amaliy ishlari, laboratoriyalari va rasmlarni ko'rib chiqish zarur. Takrorlayman. Amaliy ishlari, laboratoriyalari va rasmlarni ko'rib chiqish zarur hisoblanadi. Ana shu qismlarni siz alohida yozib, rasmlarni tahlil qiladigan bo'lsangiz, sizda albatta hech qanaqa elementar savollar, siz o'qiyotgan joydan ham ortiq elementar savollar bo'lmaydi. Yangi darslik ko'pgina o'quvchilar uchun yod bo'lganligi va endi o'qilishi boshlaganligi uchun yangi 10dagi savollar haligacha to'liq o'rganilmadi va ulardan bo'lsa savol tushyapti. Noyabr oyidagi milliy sertifikatda men e'tibor berdim. Naqd 8 ta savol. Takrorlayman, naqd 8 ta savol yangi 10 ni ana shu men yuqorida aytib o'tgan amaliy, laboratoriya va rasmlarni tahlil qilmasang javobga yetib bora olmas eding. Qachonki sen laboratoriya, amaliy ishlar va rasmlarni to'liq tahlil qilgan bo'lsang, yangi 10-sinf darsligida shundagina sen ana shu 8 ta savolni tahlil qila olasan. Shunaqa gap. Bizdagi eng muhim ma'lumotlar shundan iborat edi. Demak, hammaga tavsiyalarim shu. Sizga kuch-quvvat, ertaga milliy sertifikat imtihonlariga omad tilayman. Alloh yor bo'lsin. Omad hammalaringizga. Salomat bo'ling. Savollar bo'lsa eshitaman. Keyin chatni yopamiz. Savollar bormi? Podimit ruku qilsangiz, demak yetarli. Savollarni eshitamiz. Kimda savollar bor? Menimcha hech kimda savollar yo'q. Hammasi tushunarli. Charchamanglar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Xudo xohlasa, milliy sertifikat bilan yuzlaringiz yorug' bo'lib, ustozlaringiz, ota-onalaringiz bizlarning oldimizda eng yaxshi natijalar bilan xursand bo'lib chiqing.
Hammalaringizga Apple sertifikatini tilab qolaman. Hamma vaqt duodamiz siz uchun. Charchamang.